Inson tanasi haqida sizni hayratga soladigan faktlarni bilasizmi? Inson miyasi kuniga taxminan 70 mingga yaqin fikr hosil qiladi va u tanadagi eng ko'p energiya ishlatadigan organlardan biridir. Tanamizdagi barcha qon tomirlarini birlashtirsak, ularning uzunligi taxminan 100 ming kilometrga yetadi. Bu Yer sharini 2 martadan ko'proq aylanishga teng. Inson burni esa 1 trilliondan ortiq turli hidlarni ajrata oladi. Yana bir qiziq fakt. Inson tanasida taxminan 37 trillion hujayra mavjud. Har soniyada millionlab hujayralar yangilanib turadi. Hatto biz uxlab yotganimizda ham miyamiz faol ishlashda davom etadi va nafas olish, yurak urishi hamda boshqa muhim jarayonlarni boshqaradi. Shu sababli inson tanasi tabiatdagi eng murakkab va ajoyib tizimlardan biri hisoblanadi. Yana shunaqa qiziqarli ma'lumotlarni bilish uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying.